Любой maqsadinglar deydi, o'sha A B nuqta, salomatlikdagi maqsadinglar, oiladagi maqsadinglar, mashina bo'ladimi, uy-joy bo'ladimi, pullik ko'rsatkichmi, 10 ming dollar passiv daromad topaman degan narsam yozishdan boshlanadi dedim-ku. Men boy bo'lishni xohlayman. Aniq maqsadmi? Maqsad bu kitobda emas, maqsad bu anaqada emas, maqsad bu ustozni o'zlarida. Gap, hamma gap. Ustoz bizga berayotgan mana bitta yuzma-yuz ko'rib, o'sha taxminan 1 yildan beri kuzatadigan bo'lsam, ijtimoiy tarmoqlarda endi keldim, offlayn darsni nima desa bo'ladi, effektini kelib bildim. Bu yerda savol javoblar bo'ladi, hammani o'zini ichidan o'tayotgan dardini o'zi aytib, o'sha ichidan o'tayotgan dardiga yarasha ustoz javob beryaptilar. Bitta odam bergan savolga taxminan 90% odamning dardi shu deb o'ylaydi. Chempion bo'ladigan buxgalter nari borsa, danli moment hozir bizning ishimizda qilayotgan ishi eng chempion 90% ni qiladi. Eng chempion bo'lsa, hamma tomondan ratsional 90% qiladi. 100% o'rgan olsa 90% qiladi. O'zini anglashni xohlaydigan har bir odamga to'g'ri keladi. U tadbirkor bo'lishi ham shart emas, biznesmen. Bu yerda nima deydi? Berilgan umrdan, vaqtdan to'g'ri foydalanib, prioritetni to'g'ri qo'yishda bo'lib turibdi. Qisqacha formulasi bor zararsizlik nuqtasini. Bu nima bilan tashkil topadi? Doimiy xarajatlarni aniqlab olib, marsha foiziga bo'lsam, menda zararsizlik nuqtasi chiqib keladi. S nuqtaga chiqishga eng zo'r qoidasi birinchi ong ostini to'g'rilab olish. Xarajatga tayyor bo'lish. Men har doim tushumga emas, xarajatga tayyor bo'lgin deyman. Kechagi dars zo'r bo'ldi, tanishuvlar. Bugungi dars bomba bo'ldi. Ayniqsa, mana tarix degani mana bizga umr kalendarini yozdirdi-yu. Endi buni men hozir so'z bilan yetkiza olmayman-da, chunki bu yerda qayma bomba bo'ldi. Chunki biz odammiz-da, faqat oldinga intilaveramiz. Bugun bir qator orqaga qaragan edik, qo'rqinchli vaziyat. Chunki biz yo'qotayotgan narsalarimizga ko'p ahamiyat bermaymiz-da. Bugun ahamiyat berib qarasam 41 ga yozyapman-da. Agar meni bilmaydim, namozimni 70 ta o'qishsa, 30 yil qolibdi. 60 ta o'qishsa, 20 yil qolibdi. Bu qo'rqinchli raqamga kelib qolibdi.
bugungi shunisi bilan alohida bo'ldi yana bu obidgacha taassurot hali kechgacha agar yana yashab olsam xudo xohlasa yana aytaman. Men masalan endi hozir juda ko'pchilikni bu yerga kelgunchagacha ko'pchilikni mana hozir texnika asri YouTube'dan, Facebook'dan har xil anaqalarni kuzatamiz ha. Nima uchun ustozga yoki nima uchun M-faktorga muhabbat qildik? Chunki o'sha tushuntirish taktikasi. Masalan, 1-sinf bolaga 5-sinfni darsligini bersangiz, u qabul qilmaydi-ku. Xuddi shunaqa bu detallashgani bu bizning foydamizga. Ustozga qiyin, masalan, Husan aka Mamadsaidovga qiyin deb o'ylayman men, chunki bitta tushuntirgan gapini 2-3 marta maydalab misollar bilan tushuntirish kerak. Asli o'qishiga qiyin, lekin bu yoqdagi tomoshabinga deb aytsak, tomoshabinning klasslari har xil, hammasiga понятно bo'ladi. O который masalan o 11-sinfda o'qiydiganlar maydalashib ketyapti deyish mumkin. Ularga ham ozgina sabr tilardik. Oxirgacha eshitib tursa, indallasini tushunib oladi. U yerda chunki bitta ular emasda, auditoriya har xil. Shuning uchun bu tushuntirishi yaxshi. Men bu darsga kelishimning sababi aslida bitta ish boshlamoqchiman. Qayerdan qanday boshlashni bilmayapman. Shuni o'rganib ketaman. O'zi boshqa biznesim bor. Unga men aloqador bo'lmasam ham yuraveradigan narsa. Ikkinchi biznesimni boshlamoqchiman. Bu yerga kelib birinchi o'rinda tartibli hayotni o'rgandim. Ikkinchi o'rinda haligi madaniyatini, ma'naviyatini, ya'ni men 2 kunda qanchalik o'zgargan, ertaman bu boshqa bir energiya bilan uyg'ondim, to'g'risi. Kecha yo'l charchag'i bor edi. Men masalan yoshim 35 da hech narsani 3 marta, 4 marta takrorlamasam ololmayaptim, lekin bu yerda bir martada olyapman. Haligi qoningizga singadigan darajada tushuntiryapti. Opam Husan Mamadsaidovni 5 yildan beri kuzatadi. Men endi hali 1 yil bo'lmadi. Shogirdlarini kuzatib yuraman ekan. Opamni nimasi bilan keluvdim aslida. O'zi nima meni mana qilib bitta masjidga jalb qildi. Opamga rahmat aytaman. Lekin Husan Mamadsaidovga alohida rahmat aytaman. Xudo xolasa bu birinchisi bo'lishini xohlayman. Yana o'qish niyatim bor. Haqiqatda biz ishga shu darajada kirib ketganmizki, ichidamiz. Tashqarida nima bo'lyapti, ko'ra olmasdik-da. Qanaqa minusga ketyapmizmi, plusga ketyapmizmi, qachoniki ish faoliyatini to'xtatsak, uni jamlasak, keyin uni ko'ra olardik-da. Hozir kechagi darsi, birinchi darsimizni o'zidayoq ustozni bizga bergan ta'limlari, bizga bergan g'oyalari, vaqtni qadri, ishni boshqarish va oldindan o'zini ko'ra olish darajasidagi, ya'ni fikr mulohazalarini bizga o'rgatyaptilar va yana bugungi darsimiz ham yana davom etyapti. Bundan biz xursandmiz, mamnunmiz. Alloh nasib qilsa yana yilga ham kelish orzusi, niyatimiz bor. Ana shu maqsadlar oldindan bor edi. Misol 5 yil, 6 yil oldin shunaqa edi. Ertaga nimalar qilaman? O'zi 2-3 ta filial bo'lgandan keyin unaqa narsalar yo'q. Bu yerga borishim kerak, bu yerga borib video olishim kerak, bu yerga olib bunaqa qilishim kerak. Hozir mana o'sha yakshanba kundan keyin o'sha 1 oylik, 1 yillik ularni endi to'ldiryapman, 1 yillik, 5 yilliklarni. Lekin telefonga paga degan zametka borda, paga degani ertaga degan. Ertaga nimalarni qilaman? O'sha 10 ta yoki 12 ta qilishim kerak bo'lgan, borishim kerak bo'lgan joylar. Birinchi insight olishimiz bu miyadagi tumanni yo'qotish menga bu konkretni zo'r bo'ldi. Misol uchun daftarga bo'lmasa, zametkaga полностью kunlik rejalarim, haftalik rejalarimni qilyapman. Realnaga уже спокойствие чувствовать qildim, так как shuna ko'raman, nima maqsadlarim, nimalar bor. Prioritet qanaqa? A, B, V mana shu narsalar bilmas edim. Shular bizlarga mangalishni konkretni insight bo'ldi. Даже tavsiya qilyapman xodimlarimga, mamlaqa qilmanglar, mamlaqa qilinglar, yozinglar, eslaringizdan chiqmaydi degan maqsad mana shu insight birinchisi bo'ldi. Tushunarli bo'lyapti, chunki men biznesda bo'lganim bilan ko'proq Xitoy davlatiga o'shani narsa olib kelib sotaman. Turkiyaga, Hindistondan olib kelib, kargo xizmat bilan foydalanaman. Lekin men o'zimcha o'zimni yaxshi tadbirkor deb bilardim, hisoblardim. Men chunki Marg'ilonda endi ayolcha bunaqa oldinda bas. Lekin men batga kelib buni hech narsani bilmas ekanman. Demak, ko'proq o'qishim kerak. Masalan, birinchi kun dars o'tganlarda menga notan so'zlar shunaqa ko'p bo'ldi. O'zbekcha o'tdilar, lekin men tushuna olmadim u darslar. Keyin mana ikkinchi, uchinchi mana bugungi darslardan o'sha o'zimga realni yaxshi tushunib shunaqa yaxshi bo'ldi. Offline darsda jonli muloqot bo'ladi-da. Mana ko'ramiz, ko'p fikrlar almashiladi. Bu yoqda misol uchun 100 dan ortiq odamlar ishtirok etayotgan bo'lsa, biznes egalari
Bunda aynan shu munosabatlarga odam shu keyslarga keltirilayotgan farazlarga, metodlarga shu biznes egalarini munosabatlari qanday yechim qiladi, qanday yondashadi degan usullarni ko'proq oldim. Menga ma'qul kelgani bitta muammoga 100 xil yondashuv. 100 ta yondashuv. Buni misol uchun onlayn darsda siz ola olmaysiz. Borganingizda faqat videoni ko'rasiz, vazifalarni bajarasiz va trenerlar bilan yoki kuratorlar bilan ishlashingiz mumkin, lekin bu yoqda biznesni boshlagan katta, kichik yoki yirik biznes egalarini aynan shu tadbirkorlik faoliyatiga qaysidir muammoga yechimini, yondashuvlarini o'rganasiz. Bu yoqda keyslar keltiriladi. Bu bitta ma'qul kelgan tomoni bo'lsa, o'zim uchun ham maqsad va rejalarni belgilashda men nafaqat o'zimga, balki o'sha maqsadlarni oilamga, farzandlarimga ham belgilashni boshladik. Biz 2026-yildan meni eng katta bunaqam olgan amalga oshirgan ishim boshlanishiga shu birinchi, ikkinchi darsdan keyin albatta shu farzandlarimni ham maqsadlarini yozishga o'rgandim. Ya'ni ustoz Husan aka aytadilar, bu o'zimiz uchun yaxshi, lekin buni oilada foydalansak, yosh farzandlardan foydalansak, demak meni farzandlarim ham 20-25 yoshga borganda maqsad rejani amalga oshirish mexanizmi bilan ishlashda tajribaliroq bo'ladi. Ya'ni meni yoshimga yetganda emas, o'z yoshligidan shunaqa bir tajriba bo'ladi degan niyatlarim bor. Eng yaxshi unaqa menga o'zimni miyamga kirgan zararsiz nuqta, u juda o'sha narsani o'zim uchun bilib oldim. O'shanga qarab orientatsiya odam olar ekanda. Shu nuqta juda zo'r. Endi hozir o'rga ham borib buni hazm qilishim kerak. Bu yerda juda ko'p masalalar yechdik. Hozir uyga borib yana o'zimni o'sha sarf xarajatlarimni, pribullarni hisoblab o'sha narsaga yetishim kerak. O'shanga shu hammaga rahmat. Husan akaga ham rahmat tashkillashtirayotganlariga. Hammasi zo'r bo'ldi. Rahmat. Eng ko'p olgan insightlarimizni hammasini o'qisa juda vaqt ko'payib ketadi-yu, lekin olgan insightlarimizdan yaxshisi men oldingina ham aytganman. Biz o'zimizga taqiqlagan narsalar bor. Investitsiya kiritishni ham o'rgandik. Investitsiya asosiy, biz investitsiya qilishni o'rgandik. Bilaman deb o'ylagan edim. Biznesda hammasini bilaman deb o'ylagan edim. Keldim, hech narsani bilmas ekanman. Ya'ni bilmaganligimni bilmas ekanman. Shu yerga keldim, hamma narsani ko'rib, insightlarim juda ko'p, qaysi birini yetishga hojati ham yo'q aslida. Lekin tavsiya berardim, hamma kelib o'qisin. Chunki insonlar bilmaganini bilmaydi ko'p. Balki bilganini kelardi. Mana maslahat kelinglar, o'rganinglar. Bu yerda hamma sohaga taalluqli inson o'zini rivojlantirish uchun hamma temada bor. Ya'ni qiziqarli. Ya'ni bu so'z bilan ta'riflab bo'lmaydi. Ya'ni bu infaktor kelajak foyda yoradi bilaman. Sog' bo'linglar. Rahmat.